$1000 ham demaymiz, $800 ham demaymiz, $500 ham demaymiz. Vashshe chotki modeli kelib qoldi. Nimadan ajrab turaman deydiganlar uchun mana Microsoft Surface vashshe chotki modeli kelib qoldi. Chotki degan so'zni har bitta videoda deyarli ishlatyapmiz, lekin bu notebookda har bitta videoda ham chiqib olmaydi. Hadam ham kela olmaydi. Bir dona kelgan. O'tgan safar ham bir dona kelishiga sotilib ketgan edi. Idealniy sostoyanida. Bu Surface bilgan biladi, zaryadkasi juda ham uzoq ketadi. Oddiy notebookda zaryadkasi 4 soat ketsa, buniki bilmayman 10 soatga, 12 soatga ham yetaveradi. Holatlari vashshe tiniq, yupqa. Bitta ular USB port bor ekan, bitta Type C porti bor ekan, zaryadka naushnik porti bor ekan. Ular MacBook bilan urushaveradigan notebook mana shu bo'ladi. MacBookni ham damini beradi. Surface kompaniyasi MacBookga raqobat bo'lib turib mana shu notebookni ishlab chiqargan. Mana kimga zarur bo'lsa pastdan nomerga qo'shib qo'yasizlar. Narxini $1000 ham demaymiz, $800 ham demaymiz, $500 ham demaymiz. O'sha gap $330. Internetlarda $600, $700 sotishyapti. Bizda $330 bor yo'q. Parametrlari i5 10, 16 ga 256 lik, встроенный video kartasi ham bor. Buni ekranlari sensor bilan aytmayapman. 8 GB lik встроенный video kartasi bor. SSD'si 256, operativ xotirasi 16 GB lik. Mana i5 10-avlod. Kimga zarur bo'lsa pastdan nomerga qo'shib qo'yasizlar.